2026-yil avgust oyida Umra safariga bormoqchiman. Hikmat Travel'da qanaqa yangiliklar bor degan obunachilarimiz uchun Xudo xolasa bizda yangi reyslarimiz qo'yildi. Videomizni oxirigacha ko'rib, layklarda bosib tursalaring. Yangi reyslar qachonga, qatdan bor, narxlari qanaqa bo'lyapti, to'liq ma'lumotlar olib berishga harakat qilamiz. Videomizni boshidan bittadan laykda bosib, kanalimizga yangi bo'lsalaring, obuna bo'lib qo'ysalaring, birinchilardan bo'lib videolarimizni ko'rib borishlaring mumkin bo'ladi. Iloji boricha qo'ldan kelgancha har kuni video qilib chiqarib borishga harakat qilyapmiz. Abdug'offor akadan endi to'liq ma'lumotlarni olamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli aka. Obunachilar uchun Xudo xolasa yangi reyslar qo'yildi dedingiz. Qatdan yangi reyslarimiz bor, narxlari qanaqa bo'lyapti? Bitta tushuntirib bersiz endi aka. Xo'p, Toshkentdan boshlaymiz. Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha 1-3 avgust kunlari reyslarimiz bor. Xo'p, Toshkent Madina bo'yicha reyslarimiz kuni 5-6 avgust kunlari bor. Bularning narxini $900 qilib beramiz xudo xolasa. $900dan, ha. Endi vodiydan yo'qmi deydiganlar uchun vodiydan ham reyslarimiz qo'yildi. Farg'ona Madina yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz kunlari 13-avgust, 20-avgust va 27-avgust kunlari reyslarimiz qo'yildi. Buni narxini $1015 qilib beramiz. Zo'r. Xo'p, Namangan Madina yo'nalishi bo'yicha ham reyslarimiz qo'yildi. Namangan Madinani kunlari 12-avgust, 19-avgust, 26-avgust. Buni ham narxini $1015 qilib beramiz Namangan Madinani ham. Zo'r. Xo'p, endi sharoitlaring qanaqa deydiganlar uchun sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200-300 metr gastitsamiz uzoqligi, Makka Mukarramada 1 kilometrdan 2 kilometrgacha. Qaysi gastitsamiz bo'sh bo'lsa o'shga tushaverasizlar xudo xolasa. Lekin Makka Mukarramada avtobus xizmatlari yo'lga qo'yilgan. Endi Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi. Xudo xolasa 50 bosh xizmati iloji boricha aeroportdan billa borib, billa kelishadi. Bundan tashqari firma tomonidan kamzil, so'mka, bejik beriladi. Xo'p, qaytayotganda 5 litr zamzam suvi bonus sifatida qo'shib beriladi. Endi to'lov masalalari qanaqa bo'ladi deydigan obunachilarimiz uchun to'lovlarimiz xohlasalar ofislarimizga kelib to'lov qilinglar. Xohlasalaring onlayn joylantirib qilsalaring ham bo'laveradi. Ofislarimiz respublikamizning 3 ta viloyatlarida bor. Andijonda bor, Toshkentda bor, Farg'onada bor. O'zlariga qulay bo'lganda o'sha yo'nalish bo'yicha biz ishlarni bitirib beraveramiz xudo xolasa. Bu kanalimizni birinchi marta ko'rayotgan bo'lsalaring, obuna bo'lib qo'yinglar, layklarni bosib umraga boraman degan tanishlaringga jo'natib qo'ysalaring manfaatli bo'ladi. Iloji boricha har kuni video qo'yib boryapmiz. Yangi narxlar, yangi reyslar bo'yicha Hikmat Travel'da eng oxirgi reyslari bo'yicha ma'lumot olib yurasizlar xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.